Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, birodarlar, akalar, opalar. Bir sortda sizlarga ko'rsatyapman. Ya'ni Yaponiyadan keltirilgan ruberamanga o'xshab dona yirik, hosildorligi yuqori, imitati juda baland uzum sortini ko'rsataman. Mana mevalari 4 tadan meva bergan, hosildorligi juda baland. Mana mevasi, hosili mana 4 tadan. Mana bu tarafida ham bor. Hosil 4 tadan mevasi bor. Shuni ko'chatlari sotuvga chiqyapti. 27-aprelda xudo xolasa sotuvga chiqadi. Mana bu oldingi o'tgan yilgi mevasi, mana mahallashtirilgan, sinovdan o'tkazilgan, tajriba asosida sinovdan o'tkazilgan. Bunga ximikat ishlatilmaydi. Ya'ni ximikat ishlatilmaydigan uzum navi hisoblanadi bu. Kimki agar bu erta pishar, agar kimki bu uzumni ko'rishni xohlaganlar bo'lsa, o'zini живой o'zini ko'rmoqchi bo'lsa, may-iyun oylarida shu uzumni kelib ko'rishlari mumkin. Bu uzum Tojikiston Tursunzoda shahrida, faqat bu Agro Export kanalida bor. Tursunzoda shahrida adres, telefon raqamlari chiqadi ekranga. Mana shu uzum eng zo'r uzum hisoblanadi. Bu sinovdan o'tkazilgan, bu laboratoriyalarda ixtiro bo'lmagan, laboratoriyada sinovdan o'tkazib, yaponlar buni ekishgan, kasalligi tozalanib ekilgan imitro usulda. Bu takpayvand hisoblanadi. Mana bu yog'i takpayvand bu. Mana shu yerdan takpayvand bo'lgan, mana shu yerdan takpayvand bo'lgan. Ona ko'chati ham bor. Ona ko'chati hozir sizlarga ko'rsataman. Bu mana bu yerdagisi manikir finger o'tgan yili kasallik tushirmadi. Toza. Biroq kasalligi yo'q. Men mana ikkita meva qo'yganman. Mana shu uzumda men ya'ni nima demoqchiman, ikkitadan mevasini qo'ymoqchiman. Ikkitalik qilib mevasini qo'ymoqchiman. Sifatli qilib. Kimgaki mana shu uzum kerak bo'lsa, bog'bon akalarimizga kerak bo'lsa, bog'bon akalarimizga bu juda qulay uzum. Juda qulay uzum. Bu eksportbop uzum hisoblanadi. Bu hali endi mana bu ko'rtaklari endi yorib kelyapti. Bu uji ko'klagan. Bu hosili erta pishadi. Hosili barvaqt bo'lib tayyor bo'ladi. Bu qattiq sovuqda 2022 boshida qattiq sovuq bo'lgan vaqtida bu uzumni sovuq urmagandi. Mana shu uzumni sovuq urmagandi. Bu juda imitati juda baland. Hozir ona ko'chatini ko'rsataman. Mana ona ko'chati o'tlarning ichida qolgan. O'tlarni tozalaymiz xudo xolasa. Mana ona ko'chati. Bunda ham mevasi bor. Bu 2 yillik ko'chati, bu ona ko'chat. Mevalari bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman mevasini, hosilini. Mana hosilini ko'ryapsizlarmi? Ichida, bargida ichida. Mana hosili. Mana hosili. Juda ajoyib hosillar. Hosil berib qolgan bu ham. Bu juda
dehqonlarga qulay uzum. Bu eng yangilik uzum. Salomat bo'linglar. Tashakkur.